Hammaga salom, sizlar bilan Shahor To'la. Mana 2026-yil kirib kelishiga ham ko'p vaqt qolmadi va juda ham ko'pchilikda aynan auditoriyasi katta bo'lgan iPhone 13 Pro ni 2026-yil uchun sotib olaymikan, yo'qmikan, puliga arziydimi, qanaqa ishlab beradi? Aynan shunga o'xshash savollar juda ham ko'p to'xtalyapti. Va bugungi videomizda aynan mana shu savollarga yechim topamiz. Sababi iPhone 13 Pro ni lichno o'zim 1 yildan oshiq vaqtda ishlatib kelaman. Aynan tahlil qilib beraman bugungi videomizda. O'zi shoh shunga o'xshash boshqa devicelarni ham hammasini tahlil qilib chiqamizmi 2026-yil uchun desanglar, albatta, конечно, kanalimga bitta obuna bo'lib qo'ysanglar, aynan sizlar xohlayotgan device chiqqanda videosi o'tkazib yubormaysizlar, rezko ko'rib olsanglar bo'ladi. Shuning uchun videomizga bitta like bosinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, biz boshlaymiz va revyularimizni chiroyli qilib yasab berayotgan Timurga alohida rahmat aytib ketamiz, chunki ishlari haqiqatan ham tez, sifatli va ancha vaqtdan beri birga ishlab kelamiz. Meni nomimdan borsanglar, chiroyli skidkalar va bonuslar qo'shib beradi. Kanalni shunday ekran yo'lida chiqardim. Описаниеda ham обязательно qoldiraman. Videomizni endi boshlasak ham bo'ladi. Keyin har doimgidek birinchi bo'lib xarakteristikamizni ozgina eslatib o'taman. Displeyimiz OLED 6.1 dyum to'laqonli 120 Hz'ni podдержка qilib beradi va o'zini gilsovkasini avtomatik ravishda upravlять qila oladi. Bu aynan 13-seriyadan boshlab qo'shilgan. Batareya sarfini optimallashtirish uchun va kamaytirish uchun. Protsessorimizga i5 Bionic chipi joylashtirilgan. Sizlarni ishontirib ayta olamanki, hozirgi kun uchun ham va 2026-yilda ham protsessorimizni ishlash potensiali o'zini kuchini yo'qotmaydi. Bemalol ishlab beradi. Chunki shaxsan o'zim ham 1 yildan beri aynan mana shu telefonimizni ishlatib kelaman va haligacha ham umuman muammo sezganim yo'q. Aynan o'yinlarda ham va kundalik hayotda ishlatganda ham. Ko'rinish jihatdan keladigan bo'lsak, to'g'ri, ozgina hozirgi kunga kelib eskirgan bo'lishi mumkin. Ko'rinishni eskirishga olib kelgan narsa aynan ko'zimiz o'rganib qolgan Dynamic Island. Hozirgi hamma chiqayotgan oxirgi seriyadagi iPhone'larda bilasizlar, 14-seriyadan boshlab Dynamic Island qo'shilgan. Lekin menga korpus tomonlama haligacha yoqadi. Kameramizga keladigan bo'lsak, asosiy va frontalniy, ya'ni selfie kameramiz ham 12 megapikseldan. Lekin 12 megapiksel bo'lishiga qaramasdan 108 megapiksellik ba'zi bir Androidlarni ancha munchasini choyini ichirib yuboradi. Va yaxshi bilasizlar, 1 yilga yaqin vaqt davomida shaxsan o'zim ham aynan 13 Pro'da hamma blogimdagi videolarimni aynan mana shu telefonda videoga olib boraman va menga hozircha bemalol yetib beryapti. Aynan videoni kачествоsi, ya'ni tiniqligi borasida, rasmga olish borasida ham bemalol kачествоsi yetib beradi. Xohlagan paytim aylangani chiqamanmi yoki bo'lmasam shu rasmga tushmoqchi bo'lganimda anchagina kачествоli, tiniq va sifatli rasmlarga tushiraman. Batareya sig'imiga keladigan bo'lsak, 3095 mAh. Agarda kuniga 2 martada zaryadga qo'yadigan bo'lsanglar va yo'nqisinglar o'rtacha yaxshi bo'lsa, bemalol yetib beradi. Shaxsan o'zimda rejim qanaqa? Misol uchun kunduz kuni shunday zaryadkasini to'liq qilib olib chiqib ketaman, to soat 4-5 gacha ishlatib yuraman. Zaryadkasi bemalol yetadi. Undan keyin где-то 40 minutlar atrofida zaryadkasini yana bitta to'ldirib olamanda, shu bilan to kechgacha ishlatishimga bemalol yetadi. Lekin syomka qilmoqchi bo'lgan momentlarim haqiqatan ham 3-marta ham zaryadkasini to'ldirishimga to'g'ri keladi. O'yinlarga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda juda ham kam o'ynayman. Lekin avvallari aktiv ravishda o'ynab yurgan paytlarim har bir ham bitta zaryadga yetib qolardim. Kunlarimni shunday yoqardim. Shu bilan xohlagan soatimgacha necha 4 soat bo'ladimi, 5 soatmi bemalol o'ynab o'tiraverardim. Shoh bunaqa qilib ishlatsam yo'nqisimga zarar yo'qmi desanglar, yo'q o'rtoqlar. Agarda zaryadkalar originalni bo'lsa, bo'ldi, hech qanaqa muammo yo'q. Bosavering. Xo'sh, o'yinlarga keladigan bo'lsak, shoh hozirgi kunda ham o'yinlarda umuman qotmaydimi desanglar, yo'q, umuman qotish, lag degan narsani o'zi yo'q. Shaxsan o'zim aynan aktiv ravishda ham TDM ham klassika turnirlarga ko'p qatnashganman va ikkala rejimda ham har qanaqa holatda stabilni FPS ishlab beradi va hech qanaqa lag his qilmaysizlar. Lekin agarda sizlarning telefoningizlar qotadigan yoki FPS past bo'lsa, meni Telegram kanalimdan bemalol o'tib, arzon narxlarda optimizatsiya 120 FPS qilib berish xizmati, AM, VPN shunga o'xshash barcha xizmatlarni arzon narxlarda qildirib olsanglar bo'ladi. YouTubedan keldim desanglar, обязательно skidka qilib beraman. Xo'sh, mavzuga qaytadigan bo'lsak, klassika rejimlarda bitta aybi bor. Bu ham bo'lsa, displeyning kichkinaligi. Bu albatta obzorni anchagina qisqartiradi. Sababi bilasizlar, klassika rejimlarda obzor anchagina katta narsani hal qiladi. Informatsiya yig'ishda va qiyin, misol uchun yashin bo'lgan ikroklarni ham aynan ko'rishda juda ham qo'l keladi va 1 ga 3, 1 ga 4 vaziyatlarda ham 4 yoki 3 aylanib kelayotgan ikroklarni bittada ko'rib topa olasizlar. Shu narsasini inobatga olmaydigan bo'lsak, qolgan hammasi yaxshi. Zajimlarni ham ushlash oson, upravlять qila olasiz. TDM yo'nalishiga keladigan bo'lsak, TDMda AM va zalyot upravleniyasi
juda ham yaxshi. Dadam kichkina baza bo'lganini hisobiga ham displeyimiz anchagina to'g'ri keladi o'rtoqlar. Hech qanaqasiga noqulay o'zingizlarni his qilmaysizlar va har bitta pikselni ushlab berishda anchagina yordam beradi. Bu zo'r shoh. Hozirgi aytib bergan hamma narsalaring 2026-yilning oxirigacha xuddi shunday ishlab beradimi, yo'qmi desanglar, конечно, telefonimizni o'rtacha holatda bo'lsa ham 2026-yilning oxirigacha bemalol hech qanaqa laglarsiz o'yinlarda ham, kundalik hayotda ham va o'zingizlarni blog yurg'ishinglarda ham xizmatinglarni qilib beradi. Xo'sh, ana endi xulosamga keladigan bo'lsak, ko'rib turibsizlar, aynan 2026-yil uchun ham bemalol ishlash potensialini yo'qotmaydi, bemalol o'zingizlarning ehtiyojinglarni hammasini qondirib bera oladi. O'yin o'ynash, aynan ijtimoiy tarmoq yoki bo'lmasa o'zingizlarni blogerlarni yurg'izish yoki bo'lmasa shu kundalik hayotda ishlatib yurish ehtiyojinglarni qondirib bera oladi. Lekin haligacha bitta savol turibdi. Aynan 2026-yilda sotib olishga arziydimi, yo'qmi? Bemalol 2026-yilda sotib olishga arziydi va maslahat beraman degan bo'lardim agarda iPhone'larning narxi ko'tarilib ketmaganda. Hozirgi kunda bilasizlar, $50 dan $150 narxlar o'sib ketgan va 13 Pro ni yaxshi holatlarini hozirgi kunda $500 dan $550 topsanglar bo'ladi. Aynan yaxshi yonks va yaxshi pamitliklarni. Lekin nima qilasizlar o'rtoqlar? Shuncha umitsa bo'ladi. U $500-550 bu normal pul. Tushuninglar, normal pul va 2026-yil uchun 13 Pro uchun qimmatli qiladi, chunki oldinda shuncha seriyasi turibdi. Ancha seriya tomonlama orqada qolib ketdi. 14, 15, 16, 17 seriyalar уже chiqib bo'lgan va ko'rinish jihatdan ham anchagina eskirdi. Sababi dizaynda ancha o'zgarishlar bo'lgan va aynan oldi tarafida bilasizlar, Dynamic Island qo'shilgan o'rtoqlar va bu jihatdan ham dizaynni ancha yaxshiroq ko'rsatib turadi. Va 13 Pro haqiqatan ham ozgina eskiroq ko'rinadi. Shuning uchun sizlarga maslahat beraman. iPhone 14 Pro ni olishni eng kami, misol uchun 13 Pro olaman deb plan qilib yuribsizlar-yu, shu 2026-yilda olmoqchi bo'lsanglar, baratolasiga bir oy, 2 oy ozgina pul yig'inglarda $100-150 maksimum qo'shib turib 14 Pro ni olinglar. Sababi nimadan yutasizlar? Dizayn, ko'rinish, 1 yil vaqt va xarakteristika tomonlama ham yutasizlar o'rtoqlar. Chunki 14 Pro dan boshlab Dynamic Island bilan chiqqan, ko'rinish jihatdan anchagina yaxshi ko'rsatadi, materiallari zo'r, protsessori kuchli, kamerasi ham kuchli o'rtoqlar. Va sizlar atiga nima bo'ladi? Atiga desa ham bo'lmaydi, baribir ham bemalol 1 oy, 2 oy maksimum yig'ib turib oladigan summalar sizlar uchun 1 yil vaqt yutib beradi. Chunki bitta oldingi 1 yil seriyada chiqqan. Shuning uchun maslahat beraman. O'zingizlardan $100-150 qazg'onib turib, 1 yil vaqtni, dizaynni va xarakteristikani yutqazib qo'ymanglar. Bu 13 Pro realni hozirgi kunda qimmat. Agarda endi olmoqchi bo'lsanglar, avval olganlar bo'lsa-da ishlatib yursa bo'ladi. Lishni o'zim ham ishlatib yurmoqchiman, chunki meni yonkisim darajada 90 dan ham tushgani yo'q, chunki men deyarli yangi holatdagisini sotib olganman. Shuning uchun ham men lishni o'zim nima qilaman, ishlatib yuraman. Keyinchalik shu 16-seriyaga ham birato'la almashtirib olmoqchiman. Mayda-maydalar pul tashab yuraversam ham bemalol pul yig'ilib qoladi. Shuning uchun ham sizlarga maslahat beraman. Endi sotib olmoqchi bo'lsanglar, уже arzimaydi. Lutchi $100-150 qo'shib turib 14 Pro ga o'tgan yaxshi. Lekin уже ishlatayotgan bo'lsanglar, ishlatib yursanglar bo'ladi, holatiga qarab bunda ham. Holati yaxshi bo'lib tursa, keyinchalik almashtirib olsanglar bo'ladi. Shu bilan o'rtoqlar, bugungi videomiz ham oxiriga yetib keldik. Agarda videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, men juda ham xursandman. Har doimgidek sizlar bilan Shahbud. Shu bilan o'rtoqlar, bugungi videomiz ham oxiriga yetib keldik. Agarda videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, men o'zimni maqsadimga erishdim va kanalimga shunchaki bitta obuna va like bosib qo'ysanglar, mendan baxtli inson bo'lmaydi, o'tiradi. Har doimgidek o'zingizlarni ehtiyot qilinglar, joningizlar sog' bo'lsin. Hech qachon harakatdan to'xtamanglar. Xudo xohlasa, keyingi videolarimizda ham shunaqa gaplashib, obzorlar qilib o'tirish nasib bo'lsin.